Tövəndə dehqanlarga dövlətlə, yəni millətlə nemişqə halak boludu namlıq kitabdan həftəlik tərcümə. 2-ci bab, 3-cü paragraf. Mədəniyyət amili qiyası. Kəngri dairədə qəbul qılınğan 2-ci nəzəriyyə namratlıq və güllenişni mədəniyyətə bağlaydigan mədəniyyət amili qiyasıdır. Xuddi coğrafiya amili qiyasıga o'xshash, mədəniyyət amili qiyasının kelib chiqishini bir kimlarga bog'lag'ili bo'ladi. Eng kimida uni buyuk German jamiyatshunosi Max Weberga bog'lag'ili bo'ladi. Max Weber G'arbiy Yevropada zamonaviy sanoat jamiyatlarining barliq kelishini tuzilishda protestant islohoti va g'arb xristian iqimining biri bo'lgan protestant, ya'ni bu 16-asrda Roman katolik cherkovidan bo'linib chiqqan yangi tariqat. Shu protestant aqidasida ta'kidlangan axloqning kuchlik rol o'ynashidan bo'lgan deb qaragan. Mədəniyyət amili qiyası burunqidək dini əqidiga tayinib qalmasdan, bəlkə başqa turdakı etiqad, qimmat qarash və axloqni ta'kidlaydi. Gerçi buni ommaviy so'rinda so'zlash siyosiy jihatda to'g'ri bo'lmasa-mu, nurg'un kishilar Afrikaliklarning namrat bo'lishini, ularning xizmat axloqining bo'lmasligi, jodugarlik va sehrgarlikka tegishli ishindiganligi yoki g'arbning texnikasiga qarshi turganligidan degan qarashda ching turadi. Texi yana nurg'un kishilar Latin Amerikaliklar hargiz boy bo'lolmaydi, chunki ularning odamlari tug'ma isrofxo'r ham yalangto'sh bo'lib, ular ba'zi Iberian yoki Maniana madaniyatining azarlishiga uchragan deb qaraydi. Albatta, hozir Xitoylarning xizmat axloqining muhimligi Xitoy, Hong Kong va Singapurdagi iqtisodiy ko'tarilishning motori sifatida zafar marshini chalg'ini bilan bir chog'larda nurg'un kishilar Xitoy madaniyati va Konzning ta'limotlarini iqtisodiy taraqqiyotga dushman deb qarashgan edi. Dunyodagi tengsizlikni tushunishda madaniyat omili qiyosi zodi kerak kelamdi, yo'q. Bu savolga kerak keladi ham kelmaydi deb javob berishga bo'ladi. Kerak keldi deyishimiz ijtimoiy nizomlarning madaniyatga bog'lanishli bo'ladiganligi, ularni o'zgartirishning ta'sirligi, ularning ba'zida bu kitobdagi dunyoning tengsizligini tushuntiradigan muassasalarning farqlarini qo'llaydiganligi nuqtasidan aytilgan. Asosan kerak kelmaydi deyishimiz madaniyatning u xil taraflari din, milliy axloq, Afrika yoki Latin qimmat qarashlarini doim ta'kidlaydigan bo'lib, bizning nimishqa bu holga kelganligimiz va dunyoda tengsizlikning mavjud bo'layotganligini tushunishimizda muhim emas. Boshqa narsalar, ya'ni kishilar qaysi darajada bir-biriga ishonadi, hamkorlashdi degandeklar muhim bo'lsa-mu, ammo ular asosan degandek muassasalarning natijasi bo'lib, mustaqil sababi emas. Yana Nogalisga qaytayli. Ilgari biz so'zlab o'tgandek, to'saqning shimoliy va janubidagi madaniyat nurg'un jihatdan o'xshash. Shundaqdimi ikkisining realligida, qoida yasoqlarida va qimmat qarashlarida ko'rinarli farqlar bo'lishi mumkin bo'lib, bu farqlar ikki joydagi ayrilib ketgan taraqqiyot yo'llarining sabablari emas, balki natijasi bo'lishi mumkin. Masalan, Al-Rayni sinash ilib bag'anda, Amerikaning puhralariga selishtirganda, Meksikaning puhralari boshqalarga ancha ishinib ketishmaydiganliklarini ifodalashgan. Lekin hukumatlari zaharlik chekimlik kartalarini yo'qotmagan yoki adil bo'lgan mashg'ulot ilib baralaydigan qonuniy tuzumni ko'rmagan Meksikaliklarning bir-biriga qarta ishonchining kam bo'lishi hayron qolarlik ish emas. Biz keyingi bobda ko'radigan Shimoliy va Janubiy Koreya uchun ahvol o'xshash. Janubiy Koreya bugungi dunyodagi boy davlatlarning biri bo'lsa, Shimoliy Koreyada qarorlik holda qahatchilik yuz berib turdi va
ig'ir namratchilikning ichida. Bugun u ikkisidagi madaniyat bir-biridan farqli bo'lgani bilan, ammo madaniyat omili bu qo'shkezak yerim davlatlarning iqtisodiy taqdirining farqli bo'lishida hech rol o'ynagan emas. Koreya orolida uzun mazgil bir o'rtaq tarix bo'lgan. Koreya urushi va 38-parallelning bo'linishidan burun bu yerda kishi tasavvur qilg'is darajada til, etnik tarkib va madaniyat jihati birdaklik bor edi. Xuddi Nogalsga o'xshash bu yerdagi masala chegaradir. Chegaraning shimoldagi hokimiyat boshqacha bo'lib, uning yurgizgani boshqacha muassasalar, paydo qilgani boshqacha mukofot, jazo muhitidir. Nogals va Koreyaning ikki qismini kesib o'tadigan chegaraning janub va shimoliy o'rtasidagi madaniyat farqlari gullanish jihatdagi farqni paydo qilgan sabab emas, balki uning natijasidir. Undaqda Afrika va Afrika madaniyati-chi deb so'rashingiz mumkin. Tarixdan beri dunyoning boshqa yerlariga selishtirganda Tuvanki Sahara Afrikasi namratroq bo'lib kelgan bo'lib, uning qadimgi madaniyati Etiopiya va Somaliyani hisoblanmaganda choq, yeziq yoki yer haydashni taraqqiy qildirmagan. Gerçi bu texnikalar 19-asrning oxirlari va 20-asrning boshlarigacha bo'lgan mazgilda Yevropa mustamlikasi rasmiy shakllanishdan ilgari kengri doirada ishlatilmagan bo'lsa-mu, Afrika jamiyatlari ular haqida xeyli burun bilishga ega bo'lishgan edi. Yevropaliklar 11-asrning oxirlari g'arbiy qirg'oqlarda uzib yurishganlari bilan Osiyoliklar Sharqiy Afrikaga uningdan xeyli burilib paroxod bilan berib bo'lishgan. Biz bu texnikalarning nimishqa ayni chog'da o yerlarda qo'llanilmaganligining sababini bugungi kunda Kongo Demokratik Jumhuriyati deb atalgan Kongo daryosining eg'izida qurilgan Kongo podshohligining tarixidan bilalaymiz. 6-xarita yana bir muhim markaziy Afrika davlati bo'lgan biz kitobimizning keyingi qismlarida to'xtalgan Kuba podshohligi bilan birga mavjud bo'lgan Kongoni ko'rsatdi. Dengizchi Diego Sau 1983-yili Kongoni tunji qitim ziyorat qilgandan keyin Kongoliklar bilan Portugaliyaliklar zich aloqada bo'lishgan. O vaqtda Afrikaning o'lchami bo'yicha aytganda Kongo yuqori darajada markazlashgan siyosiy kuch bo'lib, poytaxti Mebanza edi. Aholisining soni 60 ming bo'lib, Portugaliyaning poytaxti Lisbonning nüfus soni bilan tangligidek, ham 1500-yili 50 ming aholisi bo'lgan Londondan ko'proq edi. Kongoning podshohi Zingakovo Katolik diniga kirgandan keyin ismini Yoao birga o'zgartdi. Keyincha Minbanzaning ismi Sao Salvadorga o'zgartirildi. Portugaliyaliklarga rahmat. Shularning sababidan Kongoliklar choq va yer terish haqida o'rganishdi. Portugaliyaliklar hatto 1491 va 1512 yillari ularni yeziglik usullarini qabul qilishga ilhomlantirgan bo'lsa-mu, bu xil urilishlarning hammasi mag'lub bo'lishdi. Lekin Kongoliklar umuman aytganda zamonaviy texnikaga nisbatan so'g'uqmu bo'lmagan. Ular g'arbning olqishiga erishgan bir kashfiyoti bo'lgan miltiqni tezlik qabul qilishgan. Ular bu yangi ham kuchli vositadan foydalanib, bozorning chaqirig'iga ovoz qo'shishdi, ya'ni kishilarni tutqun qilib, qul sifatida eksport qildi. Bu yerda yangi texnikalarni qabul qilish va qo'llanishga qarta to'sqinlik qiladigan Afrikaning qimmat qarashlari yoki madaniyatidan hech asar yo'q. Yevropaliklar bilan munosabatning taraqqiyotiga ergashib Kongoliklar yana g'arbning boshqa nasllarni, ya'ni adabiyot, kiyim fasoni va uy loyihalashlarini qabul qilishdi. 19-asrda Afrikaning nurg'un jamiyatlari ishlab chiqarish andazalarini o'zgartirish orqali sanoat inqilobi barliq keltirgan iqtisodiy fursatlardan foydalanishdi. G'arbiy Afrika xurmo meva va yer meg'izni eksport qilish asosida iqtisodni tez taraqqiy qildirdi. Butun Janubiy Afrikada afrikaliklar Janubiy Afrikaning rangdagi kengayayotgan sanoat va konchilik rayonlariga bo'lgan eksportni taraqqiy qildirdi. Lekin bu xil yaxshi bo'lgan iqtisodiy gullanish amaliyotini yo'qotayotgani
yoki Afrika madaniyati emas, yoki Afrikaning avam puhralarining o'z manfaati uchun harakatlanish qobiliyatining bo'lmaganligidan emas, balki oldi bilan Yevropa mustamlikachiliginin, ondan qalsa mustaqillikka erishgandan keyin qurilgan Afrika hokimiyatlarining o'zi bo'lishdi. Kongoliklarning yuqoriroq saviyadagi texnikalarni qabul qilmasligining haqiqiy sababi ularning bu xil texnikani qabul qilishga turtki bo'ladigan narsaning yo'qligidandir. Ular qudratli podshohning katolik diniga kirgan yoki kirmagan bo'lishidan qat'iy nazar o'zlarining mahsulotlarini musodara qilib olishi yoki baj orqali elib olishidek yuqori xatarga duch kelishadi. Amaliyotda xatarga duchor bo'ldig'ini ularning mulki emas edi. Ularning inson uzluksiz turda hayot bo'lishimi tahlika ostida edi. Ularning nurg'unlari tutqun qilinib qul o'rni setilgan edi. Bu muhit uzun muddatli unumdorlikni oshirishni ko'zlab mablag' silishga rag'bat beradigan muhit emas edi. Podshoh uchun aytganda, na keng ko'lamli teriqchilik qilish, na yegizlik unumdorligini oshirishning hech qaysisi u ahamiyat beradigan muhim ishlar turidan emas edi. Podshoh uchun qullarni eksport qilish ko'p naf tegadigan ish edi. Hatta bugunmi dunyoning boshqa yerlaridagi kishilarga solishtirganda Afrikaliklarning o'zaro bir-biriga bo'lgan ishonchining to'varak bo'lishi haqiqat bo'lishi mumkin. Lekin bu Afrikadagi inson va mulk huquqining g'ulini qazadigan muassasalarning uzun tarixi bo'lganligining natijasidir. Tutqun qilinish va qul qilinib setilishning yoshirin tahdidi shaksizki, Afrikaliklarning tarixdan beri boshqalarga ishonch bag'ishiga cho'nqur darajada ta'sir ko'rsatgan. Undaqda Max Weberning protestant axloqichi. Gerçi protestant mazhabi ustun o'rnida turgan Gollandiya va Angliyaga o'xshash davlatlarning zamonaviy erada tunji bo'lib iqtisodiy gullangan davlatlar bo'lganligining o'zi chin bo'lish mumkinchiligi bo'lsa-mu, ammo din bilan iqtisodiy muvaffaqiyat o'rtasida bog'lanish yo'q deyarlik. Katolik dini ustun o'rnida turgan Fransiya intayin tezlik bilan 19-asrdagi Gollandiya va Angliyaning iqtisodiy faoliyatlarini tezlik bilan do'rab mang'aladi. Italiya mo bugungi eng gullangan davlatlar qatoridan o'rin oladi. Iroq sharqi nazarda olganimizda Sharqiy Osiyodagi iqtisodiy mo'jizaning xristian dini bilan hech aloqasi yo'qligini ko'ramiz. Shunga aytishga bo'ladiki, protestant mazhabi bilan iqtisodiy muvaffaqiyat o'rtasida alohida munosabatning borligiga dastak bo'lgan narsa yo'q. Endi diqqatimizni madaniyat omili qiyosining havaskorlari eng yoqtiradigan O'rta Sharq rayoniga burayli. O'rta Sharq davlatlarida islom dini asosli o'rinda turadigan bo'lib, biz ilgari so'zlab o'tganimizda ularning ichidagi neft ishlab chiqarmaydiganlari nahida namrat. Neft ishlab chiqarganlari nisbatan boy. Lekin talaydakli kelgan bu boylik na Saudiya Arabistonda, na Kuvaytda ko'p manbalik zamonaviy eglikni barpo qilishda hech nima qilmadi. Shunday ekan bu faktlar dinning iqtisodiy muvaffaqiyatda kishini qoyilqiydak darajada rol o'ynaydiganligini ko'rsatamdi. Qaramoq shundaqda ko'rinsimi, ammo bu xil bahs munozara to'g'ri emas. Shundaq Suriya va Misrga o'xshash davlatlar namrat. Ularning aholisining ko'p qismi musulmon. Lekin bu davlatlar g'o'linish uchun muhim bo'lgan omillar jihatda sistemlik shaklda boshqalardan farq qiladi. Alayli ularning hammasi bir chaqda Osmoniya imperiyasining o'lkalari bo'lib, imperiya ularning taraqqiy qilish usulini cho'nqur ammo foydasiz shaklda belgilab qo'yishgan. Osmon imperiyasining Misrdagi hukmronligi qulgandan keyin O'rta Sharq Angliya va Fransiya mustamlikachi imperiyalari tarafidan shumirilib, ularning taraqqiyot mumkinchiliklari joriy qildirilgan. Bizning qarashimizcha, ular mustaqil bo'lishgandan keyin ilgari o'zlarini mustamlaka qilgan mustamlakachi dunyoning izdan besib, iqtisodiy muvaffaqiyatni bog'liq keltiradigan siyosiy va iqtisodiy muassasalar bo'lmagan daraja tuzumidagi hokim mutlaq siyosiy hokimiyatlarni qurib chiqishdi. Ularning bu taraqqiyot yo'li asosligi Osmoniya imperiyasi va Yevropa hukmronlarining tarixiy asosida shakllangan. Shunga
islom dini bilan O'rta Sharqdagi nomrodlik o'rtasidagi munosabatni asosan saqta deyishga bo'ladi. Madaniyat omillarining emas, balki tarixiy voqealarning O'rta Sharqning iqtisodiy orbitasini shakllantirishda o'ynagan rolini O'rta Sharqning Osmon imperiyasi va Yevropa hukmronlaridan vaqtincha bo'linib chiqqan joylarga paketlardan ko'rib olg'ili bo'ladi. Masalan, Muhammad Alining hukmronligi Misr 1805-yildan 1848-yilgacha iqtisodiy o'zgarishning tiz safariga atlangan. Misrni ishg'ol qilib yotgan Napoleon Bonaparte hukmronligidagi Fransuz armiyasi Misrdan chekinib chiqqanda Muhammad Ali hokimiyatni tortib olgan. Shu vaqtki Misr zaminini tutib turgan Osmoniylarning ojizligidan foydalangan Muhammad Ali toki Nasrning yetakchiligida 1952-yili Misr inqilobi yuz bergich bo'lgan oraliqda ya o shaklda, ya bu shaklda Misrni idora qilib kelgan bir sulolni qurib chiqqan. Muhammad Alining islohotlari majburlash xarakteriga ega bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uning davlat byurokratiyasi, armiyasi va bosh tuzilmasi zamonaviylashtirilganlikdan Misrning yezigiligi va sanoatida ilgirlash bo'lib, natijada uning iqtisodi oshgan. Shundaqdimi, bu xil zamonaviylashtirish va ish jarayoni Muhammad Alining o'limi va Misrning yevropaliklarning ta'siri ostiga tushib qilishi bilan oyoqlashgan. Lekin bu madaniyat omilining o'ynaydigan roli haqida xato fikr qilganlik bo'lishi mumkin. Balkim xalqlik rol o'ynaydigan madaniyat omillari diniga bog'lanmasligi, aksincha o'zgacha milliy madaniyatga bog'liq bo'lishi mumkin. Amerika, Kanada va Avstraliyaning shu qadar gullangan bo'lishini tushuntirib bergan sabablar balkim ingliz madaniyatining ta'sirimidir. Garchi bir anglamoqqa bu qarash o'rinliqdek tuyulgan bilan, tafsiliy o'ylaganda bu tushuntirishmi kerak ekanmaydi. Shundaq. Amerika bilan Kanada inglizlarning mustamlikasi bo'lgan. Biroq Sierra Leone bilan Nigeriya mo inglizlarning mustamlikasi bo'lgan-ku. İngilizlar bir çağda mustamlika qilgan rayonlarning orasidagi gullanish jihatidagi farq butun dunyoning boshqa yerlariga farqlarga o'xshash cho'nqur. Shunga deyishga bo'ldiki, Shimoliy Amerikaning muvaffaqiyatli bo'lishiga sabab ingliz madaniyati omilining rol o'ynaganidan emas. Madaniyat omili qiyosining yana mundaq bir varianti bor. Balkim bu farqlarning kelib chiqishida rol o'ynayotgan narsa madaniyatning ingliz bo'lish yoki bo'lmaslik masalasi emas, aksincha Yevropalik bo'lish yoki bo'lmasligidir. Yevropaliklarning gullanishi, ish qilib ularning ma'lum jihatdagi ustunligi, ya'ni xizmat axloqi, hayotga tutgan pozitsiyasi, Yahudi xristian qimmat qarashlari va yoki roman varischilaridan bo'lganligidanmidir. G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerika Yevropaliklarning avlodlari bilan to'lgan bo'lib, bu yerlarning dunyodagi eng gullangan yerlar ekanligi haqiqat. Gülünçning tüp yıldızı alohida ustunlikka ega Yevropa madaniyat miroslarining sababidan deb qarash, balkim madaniyat omili qiyoschilarining eng oxirgi panohgohi bo'lishi mumkin. Hattingay. Madaniyat omili qiyosining bu xil variantining tushuntirish potensiali xuddi boshqa tushuntirishlarga o'xshashlik kerak ekanmaydi. Kanada va Amerikaning nüfusini selishtirganda Argentina va Urugvayning nüfusining yuqori nisbatini Yevropaliklar pushtin bo'lganlar egallaydi. Lekin Argentina bilan Urugvayning iqtisodiy ahvoli uchun hech kim tushib qolishni xohlamaydi. Yaponiya bilan Singapurda Yevropa pushtin bo'lgan aholi xuddi tamchi suvdaklar oz bo'lsa-mu, ammo ular G'arbiy Yevropaning yerlariga o'xshash boy davlatlardir. Siyosiy va iqtisodiy tuzumlarda nurg'un yetishsizliklarning bo'lishiga qaramay, o'tgan 30 yil jarayonida Xitoy dunyoda eng uchqandek taraqqiy qilgan davlat bo'ldi. Toki Mao Zedongning o'limiga qadar bo'lgan araliqda mavjud bo'lgan Xitoyning nomrodligi bilan Xitoy madaniyatining hech bir aloqasi yo'q. Bu mazgildagi nomrodlik Mao Zedongning iqtisodni ofatli shaklda o'g'irlashtirib siyosat yurgizishdan kelib chiqqan. 1950-yillarda o cho'ng sakrab ilgirlashni ko'tarib chiqib, shiddatli sanoatlashtirish siyosatini yo'l qo'yib, keng ko'lamli ocharchilikni keltirib chiqadi. 1960-yillarda u madaniyatlarni qo'zg'ab sarxillar va ziyolilarni, umuman Xitoy kompartiyasiga bo'lgan sadoqat gumonliq deb qaralgan kishilarni keng ko'lamli ziyonkashlikka uchrashni keltirib chiqadi.
Bu öz növbətində terrorluqni paydo qilib, jamiyatda talantning va boylikning g'oyat zo'r darajada xo'rishini keltirib chiqadi. O'xshashla aytishga bo'ladiki, Xitoyning iqtisodining navbatdagi ishining Xitoylarning qimmat qarashlari yoki Xitoy madaniyatining o'zgarishi bilan hech munosabati yo'q. Bu xil natija Mao Zedongning o'limidan keyin Deng Xiaopingning va uning ittifoqdoshlarining yo'l qo'ygan islohotlari ilib kelgan g'oyat zo'r iqtisodiy o'zgartishdan kelib chiqqan bo'lib, ular oldi bilan yezigligidagi ondan sanoat sohasidagi sotsialist iqtisodiy siyosatlar va muassasalardan pay voz kechishdi. Xuddi jo'grafiyalik omil qiyosiga o'xshash, madaniyat omili qiyosimi atrofimizdagi nomrodlik va gullanishning boshqa jihatdagi sabablarini tushuntirib berishga qor kelmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Latin Amerikasining o'rtasida e'tiqod, madaniyat pozitsiyasi va qimmat qarash jihatida albatta farqlar mavjud. Lekin bu xuddi Arizonadagi Nogales bilan Sonoradagi Nogalesning o'rtasidagi yoki Janubiy va Shimoliy Koreyaning o'rtasidagi mavjud farqlarga o'xshash. Bu farqlar ikki yerdagi o'xshamagan muassasalar tarixining o'xshamasligidan kelib chiqqan. Ispan imperiyasini, Ispan yoki Latin madaniyatining qanday o'zgartganligini ta'kidlaydigan madaniyat omillari Latin Amerikasidagi farqlarni, masalan, Argentina bilan Chile, Peru bilan Boliviyaga qaraganda nemishqa gullangan degandeklarni tushuntirib bera olmaydi. Madaniyat omilining boshqa jihatdagi bas munoziralari, masalan, zamonimizdagi yerlik xalqning madaniyatini ta'kidlaydigan qarashlarmi o'xshashla put terab tura olmaydi. Peru bilan Boliviyaga solishtirganda Argentina bilan Chileda yerlik xalqning nufusi intayin az. Gerçi bu paket bo'lsa-mu, ammo yerlik xalqning madaniyatini sabab qilib ko'rsatishim kerak ekanmaydi. Kolumbiya, Ekvador va Peruning kirim saviyasi o'xshab ketadi. Lekin bugungi Kolumbiyada yerlik xalqning nufusi intayin az. Ekvador bilan Peruda eng ko'p. Eng oxirida aytib o'tishga tegishli nuqta o'zgarishi osti bo'lgan madaniyat jihatdagi pozitsiya bo'lib, buning bilan Sharqiy Osiyo va Xitoydagi iqtisodning ish mo'jizasini tushuntirib bergili bo'lmaydi. Gerçi muassala izchillikni saqlab kelsa-mu, ammo biz keyin ko'rdiganimizdek muayyan sharoit ostida ularni nihoyat tez o'zgaraydi.